A izosi A minus 10 izosi A barobar 3 ga tenglik o'rinli bo'lsa, izosi A plus 1 taqsim izosida A ning qiymatini toping bizda. Qarang, izosida A ni belgilab olaman, T qilib. Demak, A nima teng bo'ladi? T kvadrat, to'g'rimi? Demak, T kub A ekan 10 ta T teng 3 ga bo'ldimi? Tomonlar T ga bo'laveraman. T ga bo'laversam T kvadrat minus 10 teng 3 taqsim T, to'g'rimi? Buni bu yoqqa olib o'taman. T kvadrat minus 3 taqsim T teng 10 bo'ladi, to'g'rimi? Shu 10 ni qaranglar. T 9 plus 1 qilib yozib olaman. Tushundingmi? Endi qaranglar. O'z ma'lum yo'q olib o'tishim xato bo'ldi. Bu yo'lda qolib qolsa 9 bu yoqqa olib o'taman. T kvadrat minus 9, to'g'rimi? Teng 1 qo'shilgan 3 taqsim T. Demak, mana buni kvadratga aytib tursam, T minus 3 va bu yoqda T minus 3, to'g'rimi? Unga bajarsam-chi, T minus 3 taqsim T bo'lib qoladi. Tenglik tarafdan T plus 3 borda qisqartirib olaman. Bo'ladi-ya? Demak, bizga nima qoldi? T minus 3 1 taqsim T. Unga bajarib olaman. Ha, yo'q. T ni bu yoqqa olib 1 taqsim T. T minus 1 taqsim T teng 3 ga bo'lib qoldi, to'g'rimi? Buni kvadratga ko'tarib olaman, qarang. Kvadratga ko'tarib olsam, T kvadrat minus 2 ta T ko'paytirilgan 1 taqsim T qo'shilgan 1 taqsim T kvadratmi? Teng 9 ga. Mana bu T qisqartirish bo'ldi 2 qoldimi? 2 bu yoqqa olib o'taman tenglik bu yoqqa. Tushundingmi? T kvadrat qo'shilgan 1 taqsim T kvadrat teng 11, to'g'rimi? Mana. Ana endi bizdan so'rayotgan narsa nima so'ralyapti? T qo'shilgan 1 taqsim T so'raladi, to'g'rimi? Men shuni kelinglar qanaqadir qaysi xil bilan belgilasam bo'ladi. Mana, u bilan belgilayman. Qaranglar. Endi buni kvadratga ko'tarib kiritaman ham. Buni ham kvadratga ko'tarib olsam, T kvadrat qo'shilgan 2 karra T karra 1 taqsim T qo'shilgan 1 taqsim T kvadratmi? Teng 10 kvadrat, to'g'rimi? Bu qaysi qisqardi, qaranglar. Mana bu ikkasining bizda qiymati bor-da, to'g'rimi? 9 ga. Qo'yib yuboraman. 9 qo'shilgan 11 edi-ya. 11 qo'shilgan 2 teng 10 kvadratigami? U kvadrat teng 13 ga. U teng izosida 13. Tushundingmi? Sajo. U mana menga teng edi-da. Tushundingmi? Demak, 32-savol. X barobar x to'rtinchisi qo'shilgan 3x kub qo'shilgan 4x kvadrat minus x plus 5. Ko'p xatning to'q darajali xatlari oldidagi koeffitsiyentlar yordamida toping deb. To'q xatlar qaysi? Mana bilasizmi? Koeffitsiyentlar 3 minus 1. 2 mi? Sayyor. Tushunali? 34, 33. 0 butun 0 0 0 24. Ko'paytirilgan. 0 butun 0 0 25. Qaranglar. Virgul chapga qarab surilsa, biz buni 24 ko'paytirilgan. Uni nima deb yozadi? Minus plusmi? Virgul nechta surilsa, xuddi shuncha minusdan qarang 1 2 3 4 5 ta suriladi, to'g'rimi? Unisi minus 5 mi? Unisi minus 5. Ko'paytirilgan bu yoq 25 ko'paytirilgan, unisi minus 4 mi endi? 25 24 ko'paytirsak necha? 600. Ko'paytirilgan, unisi minus 9 mi? Asos bir xil darajalar qo'shiladi, to'g'rimi? Mana ikkita nolini, mana bunga qarang. Unda qo'shsam bo'ladi, 6 ko'paytirilgan, unisida 2 qo'yib olsam bo'ladi. Ko'paytirilgan, unisida minus 9 teng. Bu 6 ko'paytirilgan, unisida minus 7. Asos bir xil darajalar qo'shildi. Tushunali? Sajod. Zarda sajod to'g'ri ekan. 34. Chalish ketdi. A teng 2024 ga. B teng 2023 ga teng bo'lsa,
a kub minus b kub qo'shilgan a kvadrat minus b kvadrat minus 2 minus 5ab so'raladi. Demak, mana bu bular qilmasa o'chirsa bo'ladimi? Nima bo'ladi? Birinchi qovus a minus 1, ikkinchi qovus a kvadrat minus b kvadrat. Hop, keyin plus a kvadrat plus b kvadrat minus 5ab plus 2. Barabar. A minus 1 birga teng qaranglar. Yo'lda kimga ayiradi? Bir to'g'ri. Bu kerak emasmi? Buni shuni ochib shunda a kvadrat qo'shilgan ab plus b kvadrat qo'shilgan a kvadrat qo'shilgan b kvadrat minus 5ab, to'g'ri? Plus 2 mi? Qayda? Mana hisoblab qo'ying. 2a kvadrat 2b kvadrat minus 4ab, to'g'rimi? 2 ni ochib ketsam bo'ladimi? 2 ni olib ketsam nima qiladi qo'shishda? A kvadrat minus 2ab plus b kvadratmi? To'g'ri? Mana bu. Qilish mavjud. Va qo'shilgan 2. Xo'p, mana biz to'la kvadrat, to'g'rimi? 2 ko'paytirilgan a minus b ning o'z kvadrati minus 2 mi? A minus 1 birga tengligini bilardik. To'g'rimi? 1 kvadrati 1 ga teng. 2 ni qo'shsam qaysi javob? Tushadi? Xo'p, 35-chi savol. Y barobar 3x kvadrat plus x funksiyasining x0 barobar minus 2 nuqtada o'tkazilgan o'rinma tenglasini tuzing. O'rinma tenglasi qanaqaydi formulasi? Y shtrix x0, to'g'rimi? X minus x0. Y ni haligi fat x qo'yamiz shu. To'g'ri? Demak, y ni topsam bo'ladi birinchi. Y ni topsam, hali x o'rniga x ni qo'yib chiqishim kerak, to'g'rimi? 3 ko'paytirilgan minus 2 ni kvadrati qo'shilgan 2 kara minus 2. Bu 4, 12, 12 dan 4 ayirsam 8. Ana endi hosil olaman, to'g'rimi? Hosil olsam, y shtrix 6x plus 2 mi? Ana endi y shtrix x ni o'rnida bo'lsa, to'g'rimi? X ni o'rniga minus 2 ni qo'ysam, 6 ko'paytirilgan minus 2 qo'shilgan 2 teng minus 10. Xo'p, biz mana endi hamma narsa bor. O'rniga yo'q qo'ysam bo'ldi. Y minus y0 8 y shtrix x0 minus 10 va x minus x0, ya'ni minus 2 deb plus bo'lib ketadi mavjud. To'g'rimi? X dan plus bo'ladi. Tushunali? Demak, hosil o'chorsam y barobar minus 12 to'g'rimi? Va minus 20 plus 8 bo'lsa minus 12. Qaysi javob? B javob. Xo'p, yaxshi. Keyingisi 36. 36 ham oson savol. Hamma savolmi? Koordinatalar boshqa nisbatan. Esa koordinatalar boshqa nisbatan nima qiladi? Simmetrik. Koordinatalar boshqa bu A nuqta bu 0 nuqta bo'ladi, to'g'rimi? Koordinatalar boshqa nisbatan desa, x dan y dan oldiga minus qo'shishimiz kerak edi, simmetrik ko'chirishda. To'g'rimi? Demak, biz simmetrik ko'chirganimizda qanaqadir ancha deb oladigan bo'lsak, x oldiga minus qo'ysam minus 2, y oldiga minus qo'ysam, bu 3 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Minus 2 3. Tushunali? Bu bizda B javob. Tushundinglar? 37 mana bu formulasini so'rayotgan inshootga mana ko'ramiz. 37 1 faktorial qo'shilgan 2 faktorial qo'shilgan 3 faktorial qo'shilgan 4 faktorial qo'shilgan 5 faktorial qo'shilgan 6 faktorial qo'shilgan 7 faktorial va hokazo 2026 faktorial. Yangidan 35 ga bo'lganda qoldiqni toping debsiz-a. 7 faktorialga birga yozmadim. 35 ni ichkariga degan. 35. Ichkariga 5 to'g'rimi? 35 qarang. Ichkariga 5 to'g'rimi? 7 faktorialdan boshlab hammasi 7 kara 5 bor. Hammasi 35 ga bo'linadimi? 7 faktorialdan buyog'i menga kerak emas. Chunki 35 ga aniq bo'linadi.
Tushundingmi? Yo'q, kerak emas. Birdan 6 faktorial qilib hisoblasam bo'ldi. Chunki buning ichida 5 bor xolos, 7 yo'q-da. Tushundingmi? 7 ning karalisi yo'q buning ichida. Demak, 1 faktorial 1 ga teng 2 faktorial, 2 ga teng 3 faktorial, 6, 4 faktorial, 320 mi? Qo'shib hammasi. 873. Ana 873 ni bo'lami 33 ga. Necha chiqib qoladi? 35 ga. Necha qolib qoladi? 33 qolib qoladi. Bo'lib qo'yiladi. Qancha? Bejo. Oson anja. Fikrlab ko'ring, so'zida sizlar. 7 faktordan bu yog'i olishim kerak emas, chunki 7 ga 5 bor hammasini ichida. Xo'p, keyingisi. 38. Aysini qoldirmasa ishlagan odam 38 ishlab tashlaydi. Asosiy 12 ga teng bo'lgan uchburchak asosiga parallel 4 sm kesma uchburchakning bir yon tomonini asosdan boshlab hisoblaganda 12 sm va 12 x sm ga ajratadi. X ni toping. Asosi 12 ekan. Keyin uchdan bitta kesma kesilibdi. Bu x ekan, to'g'rimi? Yo'q. 4, to'g'rimi? Mana bu x ekan, mana bu 12 ekan. 3 dan boshlab hisoblaganda, to'g'rimi? Asos 3 dan boshlab hisoblaydigan. Asosdan boshlab hisoblagan. Qarangda, mana asosga parallel bo'lsa, mana bu alfa bo'lsa, bu ham alfa bo'ladimi? Bu ham beta bo'lsa, beta-mi, to'g'rimi? Mana bu gamma bo'lsa, bu ham gamma bo'ladimi? Chunki asosga parallel, to'g'rimi? Demak, beta burchak qarshidagi katta tomon 12 ni, beta burchak qarshidagi kichik tomon 4 ga nisbati barobar. Gamma burchak qarshidagi katta tomon, ya'ni x plus 12 ni gamma qarshidagi x ga nisbati. 4 bilan bitta hisoblasam 3 qoldi. 3x teng x qo'shilgan 12. 2x teng 12, x teng 6. Tushunali? Qancha? Yaxshi. Xo'p, bizda absida rom berilgan ekan. A si b dan katta ekan. A si taqsim b da ayrilgan b da taqsim a si barobar 2/3 bo'lsa d burchakni toping. Demak, a si d1 taqsim d2 ga ayrilgan d2 taqsim d1 teng 2/3 ga teng ekan. Xo'p, qaranglar-da, mana bu d1 taqsim d2 ni qanaqadir t deb olaylik. Shunda t minus 1 taqsim t teng 2/3 bo'ladi, to'g'rimi? Tomonlarga t ni ko'paytiraveraman. T ni ko'paytirsam t kvadrat minus 2/3 t minus 1 teng 0, to'g'rimi? Qisqani hisoblayman. b kvadrat, ya'ni 12 bo'ladi, to'g'rimi? Minus qo'shilgan 4 teng 16. Demak, t ni topadigan bo'lsam, faqat nisbatan olishga majburman. 2/3 plus 4 taqsim 2. Raqam? Qo'shib 2 ga bo'lsa, 2/3 plus 2, to'g'rimi? Xo'p, d1 taqsim d2 3/3 dan 3 plus 2 ga teng ekanda, frontda diagonaldan qanaqa burchak olsa kesishadi? 90 gradus. Perpendicular kesishadi, to'g'rimi? Demak, diagonallar 90 gradus olsa kesishadi. Shunda mana bu joyda men alfa deb oladigan bo'lsam, mana bu joyda ham alfa bo'ladi, to'g'rimi? Bistirsib chiqadi burchak. Tushunali? Demak, alfa burchak qarshisiga katta, ya'ni d2 taqsim 2 mi? Tushunali? Tushunasizmi? Bu yerda d1 taqsim 2. Demak, buni men nisbatini olaman. Hop, tangens alfa bo'ladimi? Alfa burchak qarshidagi katetni o'sha katetga nisbati. Tangens alfa barobar nimaga? d2 taqsim 2 d1 taqsim 2 ga, to'g'rimi? 2 taqsim bitta mahdajga. Shunda d2 taqsim d1 qoldimi? Tangens alfa barobar d2 taqsim d1 barobar. Hop, bizda d1 taqsim d2 bor-da, mana bu, to'g'rimi?
Demak, bu bizda 1 taqsim x osti 3 plus 2 beradimi? Yana sanada chiqarib olsa nima bo'ladi? Tangisi alfa barobar x osti 3 minus 1 bo'lib qoladimi? Tushunli? Mana bu qiymat tangisi 30 ga qiymatiga teng. Tushunli? Alfa barobar demak 15 gradus ekanmi? Shunda 2 alfa nimaga teng bo'ladi? 30 mi? Mana bu joyda 2 bettada bo'ladigan bo'lsa, 2 betdan o'zi 50 gradusga teng bo'lishga majbur. Sababi bu ikkala burchak yig'indisi 180 bo'lishi kerak, to'g'ri? Qaysi javob? D. Hop, yaxshi. Davom etamiz. 40-savol. Imzosi 2 darajasida minus logaritm 5 asosiga ko'ra demak, qaranglar, mana ikkalasi yangi asosga o'tsa bo'ladimi? To'g'ri? Ya'ni bu yangi asosga o'tirgan to'g'ri. Logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 6 asosga x bo'lgan o'zi asli avval. Endi bu logaritm 5 asosga o'tib qo'ygan yangi asosga. Mana formula bor-ku mana. Logaritm s asosga ko'ra b holatiga kelib qolsa, biz buni logaritm a asosga ko'ra b taqsim logaritm a asosga ko'ra s olsak bo'ladi, to'g'rimi? b ni o'rnida logaritm 6 asosga ko'ra x kelyapti-da. Yo'qsa s ni o'rnida 2. Tushunli? Demak, shu formula bo'yicha bu imzosi 2 ni 1 taqsim, ikkinchisi qolsa bo'ladi, to'g'rimi? Minus 1, minus shart emas. Minus. Yo'q, nima bo'ladi endi? Anaqa ham kelamiz. Logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 6 asosga ko'ra x barobar logaritm 6 asosga ko'ra x ni 1 taqsim ikkinchisi. Tushunli? Demak, buni bu ko'paytirishga olsam 2 darajasida minus 1 taqsim 2 logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 6 asosga ko'ra x teng logaritm 6 asosga ko'ra x ni 1 taqsim ikkinchisi. Buni darajaga chiqarib olsam bo'ladimi? 1 taqsim 2 ni logaritm asosga chiqarib olsam bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 2 darajasida logaritm 2 asosga ko'ra logaritm 6 asosga ko'ra x ni minus 1 taqsim ikkinchisi. To'g'ri? Hozir 1 taqsim x yo'qmi boshqa yana? Demak, logaritm 6 asosga ko'ra x ni 1 taqsim ikkinchisi bo'ladi. Endi qarang, operatsiyani qisqartirib olsam bo'ladi. To'g'ri? Keyin bizda qoladi logaritm 6 asosga ko'ra x ni 1 taqsim ikkinchisi minusdan teng logaritm 6 asosga ko'ra x ni 1 taqsim ikkinchisi. Tushunli? To'g'ri. T mana 1 taqsim t bo'ladi. Demak, t deb oldim. 1 taqsim t teng t ga. T teng t kvadrat teng 1 ga. T teng x minus 1, to'g'ri? Xo'p, eng qizig'ida men mana bu minusini ololmayman. Sababi kelyapti. Algoritmdan katta bo'lishi kerak. Keyin logaritm 6 asosga ko'ra x teng shunchaki 1 olaman. X teng 6. Mana bu joy faqatgina 1 ga teng bo'lsa kerak shart bajariladi-da. Agar minus mana buni olsam bo'ladi, qaranglar. Logaritm 6 asosga ko'ra x teng minus 1, to'g'rimi? X teng 1 taqsim 6 mi? Mana buni ham qo'ysang minus 1 chiqadi-da. Bu yo'q, nima? Teng bajarilmay qoladi. Faqatgina 1 bo'lsa kerak teng bajariladi. Tushunli? Asosda bir bo'lishi kerak. Demak, bizda x teng 6 ekan. Qaysi javob? D javob. Yaxshi. Keyingi x kichik noldan bo'lsa, shu ifodaning qiymatini toping debdi. Xo'p. X manfiy ekanda, manfiy bo'lsa qaranglar. Mana bu yerda manfiy bo'ladimi? Mana bu musbat chiqaradi, to'g'rimi? Demak, minus x bo'lib qoladi. Mana bu minusda oldiga minus chiqsa, demak bu plus 5x. Tushundingmi? Mana bu
noldan kichik bo'ldi, to'g'rimi? Bu manfiy bo'ladi. Demak, oldin ishora musbat bo'lib turib, bu x minus 2 qo'shilgan 3x. Tushundingmi? X qisqarib ketdi. 5x ga 3x ni qo'shsam 8x minus 2. Qaysi javob? Javob. Xo'sh. 42-savol. X ko'p taqsim x minus 2 kichikroq teng 16x taqsim x minus 2. Tengsizlikning butun yechimlari yig'indisini toping. Xo'p. Mahraj bir qilib yo'q, olib o'tsam bo'ladi, to'g'rimi? Olib o'tsam x ko'p minus 16x taqsim x minus 2 kichikroq teng 0 dan. Suratda x olib chiqib ketaman, olib chiqib ketsam x kvadrat minus 16 qoladi, to'g'rimi? Men uni x minus 4 deb yoza olaman. Tushundingmi? X minus 4 va x minus 4 mahraj x minus 2 kichikroq teng 0 dan. Interval so'rayapti. Qachon 0 ga teng? 0 da 0 kirishi mumkin. Bu yoqda 4 da bu yoqda minus 4 da va 2 da kirishi mumkin emas, to'g'rimi? Minus va plus, to'g'rimi? Bizga qaysi olamiz kerak? Minus olamiz kerak. X tegishli. Bizga faqat manfiy yechimlar yig'indisi so'ralgan, to'g'rimi? Butun yechimlar, to'g'rimi? Demak, minus 4, minus 3 bor, minus 2 bor, minus 4 bor. Minus 0 bor. Bu yoqda nima bor? 3 bilan 4 bor. 3 qo'shilgan 4 mi? 3 bilan 4 dan qisqarib ketdi. Qanaqa hisoblayapmiz nima teng? Bu yoqda minus 2, minus 1 qoldi. Demak, javob minus 3. Qaysi javob? Demadi? 1. Xo'p. 43 eng qiyin savolimiz. Xo'p. Ustining 20% qaymoq bo'lsa, 24 litr sutda necha litr qaymoq bor debdi. Ana shunda 24 ko'paytirilgan 4 dan 2 bo'ladimi? Qaymoq miqdorini topish uchun necha bo'ladi? 4 dan 8. To'g'rimi? Javob. 44-savol. Logaritmik asosga ko'ra logaritm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra logaritm 625 qo'shib x kvadrat plus x minus 1 teng 1 ga. 2 bu yerga nima o'tadi? 1 darajasiga o'tadi, to'g'ri? 2 ga. Yo'q, 1 darajasiga. To'g'ri. Demak, logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra logaritm 625 asosga ko'ra x kvadrat plus x minus 1 teng 2 ga. 1 taqsim 2 bu yerga o'tadi, to'g'rimi? Logaritm 625 plus x minus 1 teng 1 taqsim 4. Bu yerga oldim buni ham x kvadrat plus x minus 1. Qaranglar, 625 4-simi? Shuni 1 taqsim 4-si. Ko'payib ketganlarida ko'paymoq. 5 o'zi qoladi. Qisqarib ketdi bu. Demak, x kvadrat plus x minus 1 teng 5 ga. X kvadrat plus x minus 4 minus 6 teng 0 ga. X teng x minus 3 x plus 3 x minus 2 teng 0 ga. X teng bir marta minus 3 ga, x teng bir marta 2 ga. Shoshib turamiz endi. Aniqlash sohadigan narsa bor bizda, to'g'rimi? Aniqlash sohani qo'yamiz. 2 ni qo'ysam ham joyga 4, 4 ga 2 ni qo'ysam 6, 6 ga 2 ni qo'ysam 5. Aniqlash sohani bajardimi? Bajardi. Demak, bajardi, to'g'ri. Bajardi. 3 minus 3 qo'yaman. Minus 9, 9 minus 3. 5 qo'ysam, demak, qo'yam bajardi. Burası becermesiydi. Manfiy Agar logaritm asosiy manfiy bo'lib qolsa, bo'ldi. Mana. Javobi juda javob. Ya. Xo'p, hisoblashimiz kerak ekan. Trigonometrik tengsizlik. Qarang. Tengsizlik
Demak, diskret hisoblayman. Ya'ni belgilab oling, kelinglar birinchi o'rinda osonroq bo'lsin. Kosinus x ni t deb olsam, t kvadrat minus 5 ta t minus 2,25 kattalikda teng 0 dan, to'g'rimi? Diskret hisoblasam, t kvadrat men so'rasi, ya'ni 25 minus 4 yana 2,25, to'g'rimi? Bu 16 ni 9 beradimi? 9 bo'lsa, aytsam 16 mi? Demak, 5 minus 4 taqsim 2, to'g'rimi? Birinchisi qo'shimga bo'lsam 4/5, ikkinchisi 1/2 mi? Demak, kosinus x minus 4/5 ekan birinchisi, ikkinchisi kosinus x minus 1/2 ekan, to'g'rimi? Kattalikda yo'ldami? Tushunali? Endi qaranglar-da. Kosinus maksimum qiymatini-chi? 1, to'g'rimi? 1dan to'lanmasdan nima bo'ladi? -3,5. Bu minus son ekanda, manfiy ekan. Ya'ni, mana bu manfiy bo'lib qoldi. Minusni bu yoqqa yechirib yuborsam, ichari o'zgaradimi? Demak, kosinus x minus 1/2 kichik yoki teng 0 dan bo'lib qoladimi? Kosinus x kichik yoki teng 1/2 dan. Tushunali? Demak, birligini aniqsaman. Kosinus qiymati 1/2. Qaysi? 1/2. Tarafmi? O'tirib. Tarafmi? O'tirib birga qarab ketadi. 1/2 katta. Men bu taraf ekan. To'g'rimi? Demak, sosiklasiga qarama-qarshi bu tarafga qarab yurishim kerak. Eng kichik qiymati mana bu joyda. Ya'ni qachon 1/2 ketdi? 1/3 mi? Yana qachon 1/2 ketdi? 1/3. Demak, 1/3 plus 2 pi k kichik yoki teng x kichik yoki teng 5 pi taqsim 3 plus 2 pi k. Qaysi javob? Tushunarli? Xo'p, yaxshi. 46-savol. Javonda 10 ta turli kitob bor. Esasida ulardan 10 ta kitobni chaqirsa tanlab olish mumkin deyaptilar. Kamerasidan son topish formulasimi? O'tkazishlik formulamiz. S endadan katta. Tushunarli? Demak, 46-savol. Javonda 10 ta kitob bor ekan, nechtasini tanlab olish kerak? 5 tasini. Demak, 10 faktorial taqsim 5 faktorial va 5 faktorialmi? 5 faktorialdan qisqarib ketsa, yo'qdi. 6, 7, 8, 9 va 10. Aniqlashdi. 1, 2, 3, 4, 5 qoldi, to'g'rimi? 2 kere 5 qisqardi, 10 bilan bu ikkalasi qisqardi, yo'qdi. 2 6 bilan 3 qisqardi, yo'qdi ham 2 qoldi. Demak, 2 kerak. 4 kere bitti. 28. Nima javob bermayapti? 9 qolib ketdi. 9 qolib ketdi. Shunda 252 bo'ladi. Ajoyib. Tushunarli? Yaxshi. 47-savol endi. Konus asosining yuzasi, ya'ni 47. Konus berilibdi-da. Konus asosining yuzi berilibdi. S asos 36 pi ga. S yon berilibdi. Bu nechida? 60 pi ga. Hop, yaxshi. Endi qaranglar-da, asosi ikkita radiusdan iborat bo'lib qoladi. Radius, keyin konus asosi. Mana bu bayonlarda keladi-yu, kichkina bolachalar bundoq. Asosi shu. Tushunarli? Ya'ni u aytdim turibdi konus. Demak, asosi aylanib qoldimi? Pi kvadratning radiusi shunda yuzasi. Demak, pi r kvadrat teng 36 pi gami. Pilar qisqarib ketsa, radius nimaga teng chiqadi? 6 mi?
Demak, bu yog'i 6 ekan, bu yog'i 6 ekan. Endi S yon berildi deymiz. S yon, ya'ni mana qaranglar. Mana bu yon tomon esa L bo'ladi. Keyin S yon, ya'ni P R L bo'ladi. 60 P ga. Plar qisqarib ketdi. Radius 6 ga tengmidi? L nimaga teng chiqadi? 10. Ana. Endi qaranglar. Mana bu bunga tashqi qilganda shar bor ekanda. Shar. Sharni tushundinglar-a? Konusga tashqi qilgan shar bu aylanaga chizilgan burchak bilan teng. Bak, buni yo'ldan qarasam. Uchli emas, ikkita holatda qarasanglar, qaranglar mana. Aylanaga burchak tashqi qildi. Chizildi, to'g'rimi? Demak, men buni qaranglar, aniq qo'ysam bo'ladi. Teng yo'l burchak va unga aylana tashqi qildi. Demak, mana bu yerdan tepani tashlayman. Bu yoq bunga tengmidi? Va 6 mi? Qachonga teng? 8 bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni R barobar qanaqa edi topish formulasi? A taqsim 2 ta sinus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Uchburchak tashqisiga aylanadi, radiusni topish. Demak, A o'rnida bizda 10 keldi. 10 taqsim 2 kara sinus alfa. Mana bu alfa. Alfa burchak qarshiga keldi, gipotenuzga nisbat. 8 taqsim 10 mi? Demak, 10 tepaga chiqadi. Shunda 100 taqsim 16 bo'ldi, to'g'rimi? Ikkalasini 4 ga bo'lib olsam 25 taqsim 4. Bu 6,25. Tushundingmi? Sizda javobmi? Y barobar cosinus kvadrat cos 5x kvadrat minus funksiyaning hosilasini toping. Bir daraja masalasi oling. Mayli? Daraja masalasi nima bo'ladi? 1 qo'shilgan cosinus 2x bo'ladi, to'g'rimi? 2 ichkariga kirib ketsa 10x kvadrat minus 14 mi? Va maxraj 2, to'g'rimi? Alohida bo'lib olaman. 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 2 cosinus 10x kvadrat minus 14. Ana endi buni hosilasini topaman. Y ishtirek barobar bu murakkab funksiya hosilasida argumentlarni hosila olaman. Argument hosilasi nima bo'ladi? Bu yerda 1 taqsim 2 bor o'ziniki. Demak, bu 20x ni o'zi bo'ladi, to'g'rimi? Va cosinus hosilasi minus bo'ladi, to'g'rimi? Minus sinus 10x kvadrat minus 14. 20 bilan 2 ni qisqartirib olsam minus 10x sinus 10x kvadrat minus 14. Tushundingmi? Qaysi javob? D javob. Hop, yaxshi. 50-chi savol. 50. 2 darajasida A, ko'paytirilgan 3 darajasida B. Teng 18 ni 6-si bo'lsa A plus B ning qiymatini toping. Aynan bor. 18 nima degani? 2 kara 3 kvadratmi? Demak, 2 ni aynisi ko'paytirilgan 3 ni darajasida B teng 2 ni 6-si 3 ni 12. Demak, A nimaga teng ekan? 6 ga B teng 12. A plus B 18. Javob D javob. Yaxshi, 51-chi savol. Integral yozildi. So'rayapsiz? Birdan y gacha 1 qo'shilgan ln x taqsim x dx. Barobar. Xo'p. Qayerda buni aniq qiling. Alohida pul borlikmi yoki mayli, belgilab oling. 1 qo'shilgan ln x ni men t deb belgilayman. Hosilab olsam, nima bo'ladi? Buni hosilasi 0, buni hosilasi 1 taqsim x mi? 1 taqsim x dx barobar dt. Ln hosilasi 1 taqsim x nima bo'ladi? Shunda dx nimaga teng? X dt mi? Barobar 1 dan y gacha mana buni o'rniga t qo'yib yuboraman. Ko'paytirilgan taqsim x keyin dx o'rniga x kara dt. Bu qisqarib ketdimi?
Demak, bu nima bo'ladi endi? T kvadrat taqsim 2 mi? Integral, t integral. To'g'ri. Va birdan y gacha eng qizig'i t-ni o'rniga endi bu 1 plus n hisob qilib qo'yaman. Shunda 1 qo'shilgan ln x taqsim 2 kvadrat edi. Birdan y gacha barobar. Y ni qo'ysam nima bo'ladi? 1 plus 1 ni kvadrati, to'g'rimi? Taqsim ya'ni ln ga 1 ga tenglikda taqsim 2 qo'shilgan. Mana bu 1 ni qo'ysam 0 bitta ln x taqsim 2. Mana bu nima bo'ldi? To'g'rimi? 4 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 2. Yo'q, orasi ayirgan bo'lish kerak. Ayirsa 3 taqsim 2. Qaysi javob? C javob. Yaxshi. Keyingisi 52-savol. 52-savolda ayrimlar berilibdi. Hop, tizmaga ko'ra AO 15 ga teng ekan. Demak, radius 15 ga tengmi? Obje 15 ga teng, to'g'rimi endi o'z-o'zidan? Keyin kichik yo'l, ya'ni AB kichik yo'l, mana bu yo'l berilibdi. Ya'ni mana bu alfa bo'lsa, yo'l uzunligini qancha topardik? L yo'l barobar alfa radian ko'paytirilgan radiusmidi? To'g'rimi? Esingizdan. Shu 5 pi ga teng ekan. Radius nimaga teng? 15 gamidi? Alfa radian ko'paytirilgan 15 teng 5 pi ga. 5 ta qisqartirib olsam, alfa radian nimaga teng? Pi taqsim 3. Demak, mana bu 60 ga chiqib qoldimi? 30 ga chiqib qoldimi? Demak, mana bu nima bo'ladi? 30 endi? Yo 60 bo'lsa, 30 ga chiqarsak katta, hipotenuza yarmiga teng, to'g'rimi? Demak, O'dan S gacha bo'lgan masofa 30 ga teng bo'lgan ekan. Mendan so'ralgan narsa Bdan S gacha bo'lgan masofa so'rayapti-da, ya'ni BS. Endi O'dan B gacha bo'lgan masofa 15 ga teng bo'lsa, Bdan S gacha qancha bo'ladi? 15. 15 mi? Demak, BS teng 15 ekan. Aniq. Tushunali? Afin proyeksiyada A1 shunga, A2 shunga, A3 shunga teng bo'lsa, S uni toping. Afin proyeksiya xossasi qanaqa edi, aqrob? Chirka hadlayag'isi o'rta hadda ikkilanmaga qo'shiladimi? Yoki o'rta hadlayag'isi chirka hadlayag'isiga teng. To'g'ri? Demak, bizlar nimaga teng bo'ladi shunda? A1 ga shuni qo'shsam 2 A2 ga teng bo'ladi. A1 S plus 1 qo'shilgan A3 S minus 2 teng 2 ga S plus 5 mi? Mana bu 3S minus 3S minus 1, to'g'rimi? Barobar mana bu 2S minus 10. Shunda 2S ni bu yo'g'a o'tib, 1 ni bu yo'g'a o'tsam, S teng 11 mi? A1 nega teng ekan? 12 mi? A2-chi? 16. 20. Demak, S10 ni topishim uchun S10 barobar 2A1 plus N minus 1 D taqsim 2 karra N degan formulamiz bor, to'g'rimi? A1 nimaga tengdi? 2 karra 11 deb 12, to'g'ri? 12 plus N o'rnida 10, undan birlashsam 9. D nimaga teng bo'lyapti? 4 ga taqsim 2 ko'paytirib N o'rniga 10 qo'yaman. Teng. Biraz qisqarib ketdi. 24, 36 qo'shsam 60 ko'paytirgan 5. Bu 300 da javobmi? Yaxshi. 54. 54. Agar A to'plamining elementlar soni bitta kamaytirilsa, uning qism to'plamlar soni 128 taga kamayadi. Dastlabki A to'plamining elementlar soni nechta?
qism to'plamlari elementlar soni qanday bo'lardi? 2 darajasida n bo'ladi, to'g'rimi? Hayır. 2 darajasida n bo'lgan ekanda, avval keyin 2 darajasida n minus bitta qolib bitta kelmaydi. To'g'ri? Shu ikkalasi ayirmasi 128 ga teng bo'lib qoldi. Tushundinglarmi? Demak, 2 darajasida n minus 2 darajasida n minus 1 teng 128 ga teng bo'ldi. Ya'ni shuncha kamayganda, birinchi qanaqadir bo'lgan, keyin bitta kamaygan, keyin 128 ta bo'lib qolgan. Orasida farq topishim kerakmi hozir? To'g'ri? Demak, 2 darajasida n minus 2 darajasida n taqsim 2 bo'lib qoladi bu barobar 128. Demak, bu marojni olarsam 2 darajasida n taqsim 2 mi? Teng 128 ga. 2 darajasida n teng 256. 256 kanchinchisi? 8-sinchisi. N teng 8. Demak, n 8 ta bo'lgan ekan. Bajo. Hop, yaxshi. Keyingisi. Trapetsiyaga doir savol. Trapetsiyaga toping. Demak, 55. Trapetsiya yuzini topishimiz kerak ekanda. Balandlik hamma nuqtada bir xilmi? To'g'ri? Demak, mana bu yerda balandlik tashlayman. 30 gradus qarsida ekan, tepadan tengmi? Qashdi? Aha, qashning to'rga teng. Demak, bu yoqdagi qash ham to'rga tengmi endi? Demak, bu yoqdagi qash to'rga teng. Demak, mana bu joyda men qanaqadir b deb olsam, mana bu joy ham b bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu joyni topib olishim kerak. Shunda mana bu yerda qanaqadir x deyin, mana bu yerda y deb oling. Tangens 60 gradus barobar 4 taqsim y ga, to'g'rimi? Tangens 60 nimaga teng edi? 133 ga teng edi. Bu yerga olib o'tdimda 4 ga bo'linib o'tadi, to'g'rimi? 4 taqsim 133 bo'lib qoladi. Irasandan qilib qo'yarsam 4 133 taqsim 3 bo'lib qoladi. Birma yozib ketdim. Demak, mana bu joy topdik. Ana endi x topishim kerak. X nimaga teng? Tangens. Yo'q. Xo'p, tangens 30 gradus barobar h, ya'ni 4 taqsim x endi tangens 30 da 1 taqsim 133 mi? Proporsiya x teng 4 133. Tushundingmi? Ana endi qaranglar. X qo'shilgan, y qo'shilgan b 20 ga teng edi-da. Tushundingmi? Shunda x plus y nimaga teng bo'ladi? Qo'shsam 16 133 taqsim 3 plus b gami shu 20 ga teng ekan. Tushundingmi? Hamma tushunyaptimi? Shunda b ni topsam nima bo'ladi? 20 minus 16 3 taqsim 3 ga, to'g'rimi? Ana endi qayda? Buni ham topib oldik. Test asosman bor. Endi h balandligi bor. 100 nimaga teng edi? S teng. Aha, L ko'paytirilgan h ga. L qanaqa topardim? Tepadagi asosga past asos qo'shib 2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 20 qo'shilgan 20 ayrilgan 16 3 taqsim 3 taqsim 2 ko'paytirilgan h. To'g'rimi? To'g'ri qisqartiraman. Bu yerda 2 qoladi, to'g'rimi? Bu yerga qo'shsam 40 mi? 2 ni olib kirib kelsam 80 ayrilgan 2 ni 16 3 taqsim 3 ko'paytirsam 32 3 taqsim 3 ga. Qaysi javob? C javob. Tushunarli? Tangens ham 1 taqsim 2 bo'lsa, kosinus ikkala qanday qiymatini toping degan savol berildi. Demak, asosiy aytib ko'ra 1 qo'shilgan tangens kvadrat alfa teng edi. Taqsim kosinus kvadrat alfamizda 1 qo'shilgan 1 taqsim 4 ketadi endi. 1 taqsim kosinus kvadrat alfa, to'g'rimi? Ammo 4 ni mahal bersam 5 taqsim 4 teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa, to'g'rimi? Kosinus kvadrat alfa topsa, ikkalasi o'rnalishadimi? Kosinus kvadrat alfa barobar
4 taqsim 5. Tushundingmi? Endi kosinus 2 alfa. Kosinusga bog'langan qanaqa formulasi bor? Kosinus 2 alfani, ya? Ikkita kosinus kvadrat alfa minus 1. Ikkita kosinus kvadrat alfa minus 1. Barobar. 2 ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfamizga 4 taqsim 5 minus 1. 8 taqsim 5 minus 1 mi? Bu bizda 3 taqsim 5. Bu 4.6. Qisqacha. Boshqa formulasi ham bor, undan ko'ra sen keltirib ishlagan yaxshi emas. Qaysi formulasi bor? Uni unda qo'ysan? Esimga keladigan baribir mana buni. Shunga, chunki asosiyat buni bilish kerak. Uni ham bilmadi, moqsasa qorlamoqchi emasman men. Ikkinchi usul sifatida uni ham o'rganib qo'y. Tegmang desa yo'lini toping dedi. Demak, o'rta ko'paytma alohida o'rgansan bo'ladimi? X teng 0 ga x plus 1 teng 0 ga x plus 2 teng 0 ga x plus 3 teng 0 ga, to'g'rimi? Shunda x teng birata minus 1 ga, x teng minus 2 ga, x teng minus 3 ga teng bo'ladimi? Bizdan yig'inti so'raladi, to'g'rimi? Minus 1, minus 2, minus 3 va plus 0. Bu bizda minus 6 ni beradi. To'g'ri javob. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 58. 58-chi savol. X kvadrat minus 5x plus 4 teng x minus 1 ax plus 1. Ifoda ayniyat bo'lsa, a bni ko'paytirib toping. Demak, mana qo's ochaveramiz, ochaversam. Nima bo'ladi? Ax kvadrat minus bx minus ax minus 1 barobar x kvadrat mamkilasidan x olib ketsam plus x olib ketsam 1 minus a minus 1. To'g'rimi? Demak, a ni o'rnida qani nima keldi? Ax kvadrat, to'g'rimi? 1, to'g'rimi? A teng 1 ga minus 1 4 gami? 1 teng minus 4. Demak, a ko'paytirilgan 1 minus 4. Tushundingmi? Qaysi javob? Qaysi? 4. 1. Hop, endi 59. 59-chi savol. 8x qo'shilgan y teng 15. Funksiyaning grafik koordinati x-ning qaysi choraklaridan o'tadi degan savol. Demak, x bilan y ga son berib turib, keskin nuqtadan topib olamiz. X ga 0 qo'ysam, y nima chiqadi? 15 taqsim 7. Y ga 0 qo'ysam, 15 taqsim 8 mi? Grafik x-da. X da 15 taqsim 8. Y dan 15 taqsim 7. Hoppa. Demak, 1, 2 va 4. Bu bizdagi sajov. 60. Oxirgi savol. Parallelogramning diagonallari 14 va 18 ga tomonlar nisbati xo'p. 4 7 kabi shu parallelogram perimetrini toping. Mana formulamiz bor, to'g'rimi? Parallelogramda w kvadrat qo'shilgan d2 ning kvadrati nima tegadi? 2 a kvadrat plus b kvadratida w kvadrat, ya'ni 14 kvadrati qo'shilgan 18 kvadrati teng 2 karra a ni o'rnida qaranglar. A taqsim 1 4 taqsim 7 ga teng bo'lsa, 4x bo'ladimi? 4x kvadrati qo'shilgan 7x kvadrati, to'g'rimi? 14 kvadrat nimaga teng edi? 196. 18 ga 324 teng 2 karra qo'shsam 16 ga 49 qo'shsam 65x kvadrat. Demak, bu yo'ncha bo'ladi 520 mi? 520 teng bu kelasi
plusi 30 x kvadrat. Bo'lsa x kvadrat teng 4 ga x teng 2. X kvadrat emas. X o'zi bo'lmaydimi? 4x 7x kvadratga oshirib. Hop, nima? Ha, to'g'ri. Demak, perimetr nimaga teng edi? Perimetr barobar 2 karra 4x qo'shilgan 7x ga teng edi. Bu klasi 11 mi? 22 x ekan. X o'rnida nima bor edi bizda? Teng 2 to'g'rimi? 22 ko'paytirilgan 2 teng 44. Tushunarli? Ajoyib.